Variantga fura qidirayotganlar diqqatiga 25 ming naqd pul bilan shu furani egasi bo'lishingiz mumkin. Qolganini ishlab uzib berishga kelishilsa bo'ladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan MAN Euro 6 440 ot kuchiga ega yurgan masofasi 1,62,000 kilometr masofani bosib o'tgan katta kabinadir. Mashinada retardo gorniy mavjud, ballonlarning holati hammasi 100% yangi holatda. Prinsipi 2016-yilda ishlab chiqarilgan standart 96 kubali Siemens prinsip bo'ladi. Ichilarini ham ko'rishingiz mumkin, usilini qilingan to'liq taxtalari bilan. Ballonlari to'rttasi 100% yangi, ikkitasi 80% atrofida. Furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqami videoni pastki qismida yozib qoldirilgan. O'zlariga aloqaga chiqib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati. Videoga like bosib, shunaqa variantga fura qidirgan furachi tanishlarga maksimal tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Variantga fura qidirayotganlar diqqatiga 25 ming naqd pul bilan shu furani egasi bo'lishingiz mumkin. Qolganini ishlab uzib berishga kelishilsa bo'ladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan MAN Euro 6 440 ot kuchiga ega yurgan masofasi 1,62,000 kilometr masofani bosib o'tgan katta kabinadir. Mashinada retardo gorniy mavjud, ballonlarning holati hammasi 100% yangi holatda. Prinsipi 2016-yilda ishlab chiqarilgan standart 96 kubali Siemens prinsip bo'ladi. Ichilarini ham ko'rishingiz mumkin, usilini qilingan to'liq taxtalari bilan. Ballonlari to'rttasi 100% yangi, ikkitasi 80% atrofida. Furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqami videoni pastki qismida yozib qoldirilgan. O'zlariga aloqaga chiqib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati. Videoga like bosib, shunaqa variantga fura qidirgan furachi tanishlarga maksimal tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.